Bolamga telefon olib bermayman deysiz. Ayniqsa o'g'il bolalarning ota-onasi. Bolangiz yashirib bo'lsa ham telefon ishlatadi. 90% holatlarda. O'zimning tajribamdan odatda o'quvchilarning telefonini yig'ib olsam, dadangga telefon qilaman desam, dadam telefonim borligini bilmaydi. Iltimos aytmang. Dada qanday bilmasligi mumkin? Farzandim maktab o'quvchisi, unga telefon berishni xohlamayapman, chunki Instagram yoki Telegramga chalg'iydi. Sizning shaxsiy fikringiz qanaqa? Mani shaxsiy fikrim, bolaga 7-6 sinfdanoq telefon olib berish kerak agar sharoit bo'lsa. Nima uchun? Chunki unga aynan o'sha kichkinaligida yomon narsalarga qo'shilib ketish ehtimoli kam bo'lgan paytda Instagram odoblari, Instagramga qanday kiriladi, kimlarni kuzatish kerak, nimalarni kuzatish kerak, nima qo'ysa bo'ladi Instagramga, nimani qo'ysa bo'lmaydi, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'sha kichkinalikdan boshlab o'rgatish kerak. Biz odatda bolalarimizga telefon bermaymiz, birdaniga 10-sinfda beramiz, 10-sinfda esa ayni o'qishi kerak bo'lgan payt, repetitorlarga borishi kerak bo'lgan paytda bola Instagramga chalg'ib qoladi va Instagramni umuman ayni 10-11-sinfdagi bolalarni umuman Instagramdan chiqarib bo'lmaydi. Shuning uchun ham yoki yoshlikda berish kerak, yoki o'qishga kirgandan keyin. Hattoki o'qishga kirgandan keyin ham bersangiz, agar bola sizdan uzoqlashsa, boshqa tumanga, boshqa viloyatga o'qishga kirib sizdan uzoqlashadigan bo'lsa, siz u nazoratni chiqarib yuborasiz. Undan ko'ra kichkinalikda o'rganish kerak va telefon bu normal holat. Bizni kunlik odatiy narsamiz, o'zimiz bilan olib yuriladigan narsa deb qabul qilish kerak bola deb o'ylayman.